Nilufor ismli ayollar haqida bitta sirni bilasizmi? Ularning ismi shunchaki chiroyli emas, u o'ziga xos taqdir. Bu ism qadimgi sanskrit tilidan olingan bo'lib, lotus guli degan ma'noni anglatadi. Lotusning mo'jizasi shundaki, u eng loyqa suvlarda ham pokiza va go'zal bo'lib ochiladi. Psixologik tomondan nilufarlar juda bardoshli insonlar. Hayot ularni necha marta sindirishga urinmasin, ular har doim qaytadan kuchliroq o'lib oyoqqa turishadi. Ularning qalbi nozik, lekin irodasi temirdan. Lekin bir narsa ularga qiyinchilik tug'diradi. Nilufarlar haddan tashqari ko'ngilchan. Birovning nojo'ya gapi ularning qalbini qattiq jarohatlashi mumkin. Tashqaridan kulib tursa-da, ichidan o'sha gapni kunlab o'ylab yuradi. Muhabbatda esa ular juda sodiq hamroh. Nilufar uchun ishonch hamma narsadan ustun. Agar u sizga ishonsa, dunyoning oxirigacha borishga tayyor. Nilufar, siz hayotning eng go'zal va kuchli gulisiz. Bu videoni o'zi kabi nafis nilufarlarga yuboring.